ishqingda manada bo'laman. Sevaman degan eding, kuyaman degan eding, bag'rimga bosganimni o'ylasam quvonaman. Hayotim degan eding, quvonchim degan eding, bag'rimga bosganimda o'ylasam quvonaman. Labidan pardoz etayman, xumor ko'zligim, ko'zlari yuzlaridan etayman. Shirin so'zligim canım. Kumar gözlüğüm, kızları yüzlerden etayım. Şirin sözlüğüm,
kerakmas, sensiz orzularim kerakmas, menga uzun boylar kerakmas, faqat senga termunaman. Sog'inchlarim bilan e'tiroz, qalbim deydi sabr qil biroz, uchrashganga sendan iltimos, ketdim dema qiynalaman. Namidan parvozdan netayman, kunlar ko'zligim, ko'zlarim yuzlaridan netayman, shirin so'zligim jana. Namidan parvozdan netayman, kunlar ko'zligim, ko'zlarim yuzlaridan netayman, shirin so'zligim jana.
Malikan sog'indim seni erkan orzuyimda sen erkan to'ylardasan ay malikan shohlar ko'zli malikan sog'indim seni erkan orzuyimda sen erkan to'ylardasan ay malikan
joyida qolib ketdim. Bitta rosa ashula aytsam, men qizig'ini aytaymi? Rosa ashula aytsam, kichkina qizaloqimiz chiqdi, ana rasmga oladigan selfiesi 10 sekund ekan. 10 sekund qarab turdim mana bu anaqaga. Shu uchun sizlarni ko'rganimdan xursandman. Bolalarga shukur, to'g'risi borib oldinglarda yurmoqchi edim, kim bilandir rasmga tusholmagan bo'lsak, uzr so'raymiz, uspet qilmadigan. Uzr so'rayman, olasizmi? Sog' bo'linglar, ilohim salomat bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, boringlarga shukur. Rasmga tusholmaydigan restoranlarda kezib yurasiz. Yuragimni asir qilgansiz. Restoranlarda kezib yurasiz. Yuragimga kirib olgansiz. Bilmam nelar qilib olgansiz. Birga rasmga tusholmagan qiz. Mamlalari shirindan shirin. Lekin hamma ishingiz lekin yashirin. Turishlari shirindan shirin. Birga rasmga tusholmagan. Savollar kelib qoldi. Bolalarga shukur, rahmat kattagon. Qanday bo'lishimiz? Muhammad Ziyoga bitta chiroyli biroz qarsakinglar. Dasturimiz ajoyib tarz o'tmoqda. Hurmatli konsert dasturimiz ishtirokchilariga yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz. Barchaga rahmat yana bir bor. Konsert dasturimiz sizlarga manzur bo'ldimi, hurmatli jizzaxliklar? Tashrifinglar uchun rahmat. Biz aytib o'tamiz, bugun, ya'ni 2025-yil 12-oktyabr sanasi tarixga muhrlanadigan kun bo'ldi. Chunki Jizzax shahrimizda mana shunday ajoyib savdo majmuasi, Ko'ksaroy savdo majmuasi albatta faoliyatini boshladi. Ertadan albatta oilaviy tarzda mana shunday chiroyli, unutilmas ajoyib bir maskanga, savdo majmuasiga tashrif buyurishinglar mumkin bo'ladi. Bu yerda nafaqat savdo majmuasi, balki madaniy ko'ngilochar mana shunday chiroyli bir imkoniyatlar ham yaratilgan. Aziz ayollarimiz uchun ham do'konlar faoliyatini boshladi. Shuning bilan konsert dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Tashrifinglar uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.